Endi töven derlik siyalarımız bunda hürmetlik vatandaş. Bugünkü saat 2022 yılı 11. ayının 27. günü. Kamal Kılıç'ın tok tutuştum başlap. Xi Jinping taxtdan çıkacak. Mavzulu haber 11. ayının 26. günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi da andan Wenbi torbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shanxayda yakshanba kuni saharda Shanxay Urumchi ko'chasida qarshilik ko'rishdi. Harakati portlab, namoyishchilar Jungo Kompartiyasining nolga tushirish siyosati va qamal qilish siyosatiga qarshi turib, Urumchida o'ltiraq binoda yuz bergan o't ofatiga g'azabini bildirib, oshkor holda Xi Jinping taxtdan cho'sh, Jungo Kompartiyasi taxtdan cho'sh deb shior tovladi. Bu Jungo'da virus portlagan 3 yildan beri Jungo xalqi tovlagan yuraklik shiordir va radikal keskin shiordir. Shanxay Urumchi ko'chasining do'qmishida Urumchida kuyayotgan binoning videosi qo'yib berildi. Namoyishchilar ko'cha do'qmishiga to'plandi. 11. ayının 24. günü Urumchida bir turalg'i uy binoga o't ketdi. Hukumat taraf 10 nafar kishi qazo qildi, 9 nafar kishi yaralandi deb xabar qildi. Tor betlari 44 nafar kishi qazo qildi, 188 nafar kishi yarador bo'ldi deb xabar qildi. Bu sallo tahassurlik sallodoh vatandoshlar. Şu yerli xalqlar mundaq deyishdi. Jungo doiralarining nolga tushirish siyosati, qamal qilish tadbirlari o't o'chirishga to'sqinlik paydo qilib, kishilar binoga qamalib qilib, qochib chiqishga amalsiz qoldi. O't ofatidan g'azablangan Urumchi xalqining savar taqti chekiga yetganda 11. ayning 25. kuni ko'chalarga chiqib, namoyish qilib, qamal qilishni to'xtat deb shior tovladi. Ve axalatlı kişiler əməliyyatda hərbi adamlar, saqçılar, məxfi saqçılar bilan elişdi. Jungo Universal mətbuatı cümə günü keçdən başlaplı video tarqıtışqa başladı. Namoyishchilar bu ko'cha bo'ylab məngib kelib o'tadi. Bir tarafdan shior tovlaydi, bir tarafdan mushlarini planlatdi. Urumchi shaharlik hukumat oldiga va maydonga to'plangan namoyishchilar davlat marshi qo'zg'al, qo'l bo'lishni xohlamaganlar deb naqsha tovlashdi. Nopusi eng ko'p hisoblangan va pul muomala markazi bo'lib turgan Shanxay zo'r bir to'tiqim namoyishchilar shanba kuni kechda Shu Xuychi rayonini va Ching'anchu rayonini ichiga olgan Urumchi ko'chasiga to'planib, kechini namoyish bilan o'tkazdi. Yakshanba kuni atdiganda namoyish hukumatga qarshi turish harakati boshlandi. Namoyishchilar Urumchida o't oftida qazo bo'lganlarga motam tutdi. Tunji bo'lib Shanxay xalqi Jungo Kompartiyasi taxtdan cho'sh, Xi Jinping taxtdan cho'sh deb siyosiy shior tovladi va saqchilarning qo'rishovida qoldi. Lekin saqchilar qator turib besim ishlatdi. Yoki qurol ishlatmadi, yoki boshqa qandaqdir bir qurolni ishlatmadi.